Eng ko'p stomatitga olib keluvchi kasalliklarga gastrit va kolit kiradi. Stomatitni og'ir asoratlaridan biri bu infeksiyani qonga so'rilib, butun tana bo'ylab tarqalishi mumkinligi, ya'ni sepsis. Stomatit 100% tuzaladigan kasallik hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan og'iz bo'shlig'i kasalligi stomatit haqida gaplashamiz. Stomatit bu og'iz bo'shlig'i yumshoq to'qimalarini yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Stomatit to'qimalarni qizarishi, shishi, og'rishi, mahalliy va umumiy tana harorati ko'tarilishi bilan kuzatilishi mumkin. Yarachalar og'iz bo'shlig'ini hamma joyiga toshishi mumkin. Milklarda, tilda, yumshoq tanglayda, lablar va yanoqlar shilliq qavatida, halqum orqa devorida, bodomcha bezlarida. Stomatit yuqumlimi degan savol tug'iladi. Stomatit yuqmaydi deb aytiladi. Lekin virusli va bakteriyali sababli bo'lsa, bolalarda bir-biriga yuqishi kuzatiladi. Stomatit asosan bolalarda uchraydi. Lekin oxirgi vaqtlarda kattalarda immunitet pasayishi, surunkali infeksiyalardan keyin ham ko'p uchramoqda. Stomatit ayrim kattalarda yillab tuzalib va yana qayta paydo bo'lib, noqulayliklarga sabab bo'lmoqda. Stomatitga olib keluvchi sabablar ko'p. Asosiylardan biri shilliq qavatni ta'sirlanishi hisoblanadi. Misol, issiq va kimik ta'sir. Tamaki chekuvchilar xavf guruhiga kiradilar. Stomatitlar kelib chiqishida og'iz bo'shlig'i gigiyenasini ahamiyati juda ham katta. Ayrim vaziyatlarda stomatit turli surunkali kasalliklardan keyin paydo bo'ladi. Oshqozon ichak kasalliklari, gijjalar, parazitlar va boshqa kasalliklar. Yurak qon tomir kasalliklari, qon kasalliklari, endokrin bezlar kasallari, qandli diabet, immunodefitsit holatlar. Stomatitga olib keluvchi asosiy kasalliklar. Birinchisi zamburug' kasalliklari, kandidoz. Ikkinchisi bakterial infeksiyalar, o'tkir nekrotik yarali gingivit, sifilis, sil. Uchinchisi virusli kasalliklar, oddiy gerpes virusi, suvchechak, enterovirus, vezikuloz, stomatit. To'rtinchisi fizik omillar, yaxshi joylashmagan tish protez, yaxshi tayyorlanmagan tish koronkasi, noto'g'ri tishlash, lab va yanoqlarni shilliq qavatini tishlab olish, tishdagi toshlar. Beshinchisi medikamentlar, antibiotiklar, barbituratlar, kimyoterapiya preparatlari qo'llanilgan. Oltinchisi allergen moddalar, bo'yoqlar, og'ir metallar va kislotalar, parlar. Oziq-ovqat mahsulotlariga allergik reaksiya. Yettinchisi surunkali kasalliklar, qandli diabet, kamqonlik, immunodefitsit holatlar, oshqozon ichak tizimi kasalliklari, gijjalar, yurak qon tomir kasalliklari. Stomatit belgilari turli bo'ladi. Shakli va rivojlanish darajasiga bog'liq. Birinchi belgilar shilliq qavatlarni ayrim joylarida qizarish, shish bilan boshlanadi. Yumaloq yoki oval shaklda oq yoki pushti bo'ladi. Keyin yag'illangan joy shishadi, qizaradi, og'riydi. O'rnida afta yarachalar hosil bo'ladi. Afta yarachalar artilsa qonab ketadi. Shuning uchun stomatitlarda artish tavsiya qilinmaydi. Stomatit og'ir turlarida yarachalar ustida fibrinoz, karash paydo bo'ladi. Devori qalinlashadi. Bunda bemorning og'zida og'riq, qichishish, qizish va noxush hid paydo bo'ladi. Ko'p sulak hosil bo'ladi. Bemor ovqat yeyishi qiyinlashadi hamda tana harorati 38 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Stomatit bir necha kunda yoki oyda qaytalashi mumkin. Infeksiyaga qarshi immunitetga bog'liq. Eng og'ir holatlarda yarachalar yaraga aylanishi mumkin. Bunda bemorning umumiy holati og'irlashadi, jag' osti limfa tugulari kattalashadi. Og'riqli bo'lib qoladi. Kandidoz stomatitda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlari oq karash bilan qoplanadi. Virusli stomatitlarda og'riq gaplashish vaqtida va ovqat yeyishda kuchayadi. Shilliq qavatlar qizaradi va shishadi. Keyin pufakchalar paydo bo'ladi va ular yorilgandan keyin o'rnida yarachalar hosil bo'ladi. O'tkir stomatit 3 kundan 14 kungacha davom etadi. Immunodefitsit holatlarda cho'zilishi mumkin. Stomatitlar rivojlanishida bir necha nazariyalar mavjud. Eng keng tarqalgani infeksion allergik nazariya. Stomatit birinchi belgilari yallig'lanish mediatorlari ta'sirida sezuvchi nerv tolalari qo'zg'aladi. Natijada gistamin, asetilxolin kabi moddalar ajraladi. Bu esa o'z navbatida shilliq qavatlarni devori zararlanishiga, qon tomirlar kengayishiga, o'tkazuvchanligi oshishiga, shishga va yarachalar hosil bo'lishiga olib keladi. Stomatit kelib chiqishida g'ilor organlar va oshqozon ichak tizimi surunkali infeksiyalari katta ahamiyatga ega. Stomatit kechishi bo'yicha o'tkir va surunkaliga bo'linadi. Shilliq qavati zararlanish darajasiga ko'ra yuzaki va chuqur. Stomatitning asoratlariga
nimalar kiradi? Ko'pchilik odamlar stomatitni xavfsiz kasallik, o'zi o'tib ketadi deb hisoblaydi va shifokorga murojaat qilmaydilar. Afsuski, infeksion o'choq saqlanib qoladi va ayrim vaziyatlarda qayta yuzaga chiqadi. Natijada kasallik surunkali formaga o'tadi. Stomatit cho'zilib ketsa, halqum va hiqildoqqa ham toshishi mumkin. Tashxis qo'yish uchun stomatitni sababini bilish uchun bemor o'tkazgan kasalliklarni va allergiyaga moyilligi borligini aniqlash kerak. Zamburug'li va bakterial stomatitga olib keluvchi qo'zg'atuvchini aniqlash maqsadi yarachalardan va karashdan surtma olish kerak. Virusli stomatitlarda virusga qarshi organizmda hosil bo'lgan antitanachalarni aniqlash kerak bo'ladi. Qon tahlillarida o'tkir yallig'lanish jarayonlariga xos o'zgarishlar kuzatiladi. Davo choralari stomatitni davosida kasallikni tarqalishini va surunkali turiga o'tishini oldini olish kerak bo'ladi. Davo chora-tadbirlari mahalliy yallig'lanishni, yarachalarni yo'qotishga qaratiladi va umumiy kasallikka olib kelgan sababni bartaraf qilishga qaratiladi. Mahalliy shilliqovatga qo'llashga 0,02% furatsilin va 0,06% xlorgeksidin qo'llaniladi. Og'riqda lidokain va novokain gellari qo'llaniladi. Bolalarda og'iz bo'shlig'ini 3-4 qavatli marli bilan antiseptika shimdirib, sekin tekkizib qo'yiladi. Umumiy davo: parhez, achchiq, sho'r, spirtli ichimliklar, ziravorlar, shirinliklar, sut mahsulotlari, konservant saqlovchi mahsulotlar cheklanadi. Stomatitni turiga ko'ra antigistamin, allergiyaga qarshi moddalar, zamburug'ga qarshi preparatlar, antibakterial preparatlar, virusga qarshi preparatlar, ayrim vaziyatlarda glukokortikosteroidlar qo'llaniladi. Prognozi: stomatit 100% tuzaladigan kasalliklarga kiradi. Davo chora-tadbirlari faqatgina to'g'ri tanlanganda samara beradi va surunkali turiga o'tmaydi. Stomatitlarni oldini olish uchun og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga ahamiyat berish kerak. Rahmat sizlarga.